Mercedes Maybach segmentidagi yangi chiqqan Tiggo 9 gibrid avtomobilimiz hisoblanadi. Bu ham benzinda, ham elektrda harakatlanadi. Juda ham katta bo'lib chiqdi Tiggo 9 avtomobil. Diskalarga alohida e'tibor berasiz. Juda ham chiroyli dizaynda. Mashinada 360-540 kameralari bor. Бесключевой достуp. Atamankalarga necha mashinalar atamankalar plus massaj funksiyasi ham mavjud. O'rindiqlar istadi ham sovutadi, eko koja bilan jihozlangan. Alkantara bilan tomi ham alkantara, koja kombinatsiya bo'lgan monitorlari. Do'stlar, sizlar xohlagan hamma funksiyalari mavjud. Xullas, panorama tom. Bu tarafda e'tibor berasiz, беспроводной zaryadnik. Bunda ham yurish rejimlari 6 xil atrofda yurish rejimi ham mavjud. Monitorlar ishlashini baho berasiz do'stlar. Lavni ishlaydi. CarPlay'lari ham o'zida mashinani. Bu chiqqan CarPlay olib, rasxod qilib o'tirmaysiz. Bu tarafda skoroslari ham amerikanskiy bo'ladi. Yomon yo'qdi bu mashinani. E'tibor berasiz. Mercedes bilan birga bir shalkalarni qilib, juda ham chiroyli kolonkalari Sony. Mashinamiz 7 o'rinli, juda ham keng. Asosiy joylarini videoni oxirigacha ko'ring. Men o'zimga yoqqan joylarni siz uchun ko'rsatib boraman. Mashina o'zini o'zi harakatlantiradi, avtoparkovkalargacha bor. Xullas, siz so'ragan hamma narsa mavjud bu mashinada. Голосовой управлениесі ham mavjud. Shunchaki o'zbekchasiga ham aytasiz yoki ruschasiga ham. Aytasiz "Привет, Cherry" desangiz, Говорите, пожалуйста. "Закрой окно". Извините, пожалуйста. Включите питание или заведите автомобиль. Ha, zavod qilish kerak ekan oldin mashinani. Голосовой управление ishlatishdan oldin. Prosta og'zaga boshqarib ketaverasiz. Bu tarafga o'tib olasiz-da, atamankasi bor o'rindiqqa o'tib olasiz, massaj yoqasizda, mashinani adaptiv cruise controlga qo'yib yuborasiz. Голосовой управление bilan siz polni boshqarib ketaverasiz mashinani. Xitoyliklar nima qilib tashyapti desam, lekin bu Xitoy ham emas-da, o'zimizda Jizzax, O'zbekistonda terilayotgan mashina. Muhimi zapchastdan umuman muammo yo'q. Hammasi nalichida mavjud. Bu sideni oxirigacha qadab yorishibdi-da, juda keng bo'lib ketdi hop. Orqa o'rindiqlari, keyin yana bitta narsaga alohida e'tibor berasiz. Qarang, men bitta sizga ko'rsatib beraman. Ishlashiga qarang sidenlarni. Polni elektropaket orqa sidenalari ham. Boshda gibrid 1200 kilometr yuradi, polni bak benzin hamda elektrda. Orqa bagaj ochilish, yopilish elektronli. Orqa dizayni ham juda chiroyli. 7-o'rindig'i ham keng. Bunaqa tor emas 7-o'rindiqlari ham. Keyin bu tarafdan boshqarsangiz ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, o'rindiqlarni. Qo'lingizni qisib qolmaydi. Вообще katta mashina bor-ku, juda ham katta. Endi narxlar bo'yicha описаниеda ko'rsatilgan raqamlarga telefon qilib ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Slepoy zonalari. Menga yoqdi. Ma'qul keldi mashina. O'zimga yoqqan narsani men har doim reklama qilaman. Chunki Cherry komfort qo'shilsa qo'shiladi, lekin mashinaga pul qo'shilmaydi. Menga shunisi yomon qiziqtiradi. Manzilimiz Namangan shahar, Do'stlik bozori, Promzonaning yo'lida. Описаниеda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling, sizga lokatsiya tashlab berishadi. Siz uchun men sizga yangi chiqqan modelni reklama qilib ko'rsatib berdim. Videoga bitta like bosib qo'ying. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.